Nega FIFA Yaponiya terma jamoasini yoqtirmaydi degan gaplar tarqalmoqda. Yaponiya futbolchilari qanday sharoitlarda mashg'ulot o'tayotgani aks etgan kadrlar butun dunyoda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Jahon chempionatiga kelgan deyarli barcha terma jamoalarga zamonaviy va qulay mashg'ulot bazalari ajratilgan. Ammo ayrim muxlislarning fikricha, Yaponiya terma jamoasiga berilgan sharoitlar boshqa favorit jamoalarnikidan ancha kamtarona ko'rinadi. Masalan, Ispaniya terma jamoasi ideal maydonlar va barcha zarur infratuzilmaga ega bo'lgan xususiy Amerika maktabida yashab, mashg'ulot olib boradi. Braziliya terma jamoasi esa Red Bull kompaniyasi tomonidan qurilgan Akyushidagi eng zamonaviy futbol bazalaridan biriga joylashtirilgan. Bu maskan professional futbolchilar uchun deyarli mukammal sharoitlarga ega. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muxlislar savol bermoqda. Nega ayrim jamoalar eng yaxshi bazalarga ega bo'lsa,